Yo'llarda radar ko'pligidan jarima to'lash joningizga tegdimi? Ayniqsa uzoq yo'lga, Toshkentga yoki shaharga borganingizda radar ko'pligidan cho'chib qolasiz. Qaysi biriga tushib qolarkanman deb. Men sizga shunaqa radar programmani o'rgataman. Anti-radar sotib olishingiz shart emas. Anti-radar sotib olaman siz 200-300 dollar. Nima qilishga boshingiz qotyaptimi? Shunaqa programmani o'rgataman sizga. Shunaqa xursand bo'lib duo qilib ishlatasiz. Shunchaki Play Marketdan skachat qilasiz. Bo'ldi, tamom. Hozir batafsil sizlarga ularni o'rnatish, foydalanish haqida tushuntirib o'taman. Birinchi o'rinda telefonimizda geolokatsiyasini yoqib olamiz. Ya'ni lokatsiyani, geolokatsiya, kimdadir lokatsiya, Samsunglarda geolokatsiya. Shuni yoqib turib, birinchi o'rinda keyin Play Marketga kirib, poisk bo'limida kontrakamni izlaymiz. Kontrakam yozuviga ahamiyat beringlar. Kontrakamdan uni ustanovit qilib olamiz shu programmani. Ustiga bosib, sizlar uchun o'chirib tashlab, boshqatdan ustanovit qilyapman, o'rnatyapman sizlar uchun. Mana hozir buni tortib oladi. 21 megabayt ekan. Uni tortib olgandan keyin, hop, uni ochdi. Mana открытni bosamiz. Kiramizda birinchi разрешить продолжить bosamiz. Hushyor bo'lamiz. При использовать приложениeni bosamiz. Я согласен nechatni bosamiz. Undan keyin разрешить уведомлениeni bosamiz. Разрешить bosamiz. Bizga ruscha ovoz kerak emas, lekin разрешить geolokatsiya. Shunda ahamiyat beringlar. Разрешить va любой rejimiga o'tkazib qo'yamiz. Birinchi tepadagisiga o'tkazib qo'yamiz. Ana shunga o'tkazib qo'yamiz va orqaga qaytamiz. Orqaga qaytib, разрешitni bosdik. Xo'p, undan keyin bitta уведомление, ya'ni bildirishnomalarda shu kontrakamni yoqib qo'yamiz. Kontrakamni yoqib qo'ydik. Undan keyin bizga ruscha голос kerak emas, nesechasini o'tkazdik. Bizga o'zbekchasi kerak. Xo'p, O'zbekistonni tortib olamiz. O'zbekistonning kartasini загрузить qilamiz va O'zbekistondagi hamma radarlarni yetadi. Hammasini kutamiz, загрузка bo'lib olish kerak. Internet sozligi yaxshi bo'lish kerak. Xo'p, tortyapti. Biz ungacha uni plus belgisi, ovoz oldida plus belgisi turibdi. Qaranglar, o'sha yerga kirib, benzin zapravkani belgilaymiz, gaz zapravkani, avtoservis, avtomoyka, parkovka, kafe, fast food, restoran, motel, hotel, xullas ana shu mehmonxonalar, avtozapchas, xullas hamma narsani aytadi. Ana shularni aytaymi deyapti. Men belgilab chiqyapman, menga kerak. Chunki boshqa shaharga kelsam, supermarket, bankomat yoki apteka, super ana shunaqa narsalar kerak bo'lib qolishi mumkin. Hammasini belgilab qo'yaman, aytib qo'yadi, qayerga borsangiz. Undan keyin joyiga qaytamiz. Va mana bu 2D ni 3D qilib qo'ydim. Xo'p, undan keyin основной настройкаga kiramiz. Qara, основной настройкаga kirib, xo'p, yoziq kerak emas, tegishli keragi yo'q. Pastga tushib turib, голосga kiryapman. Qaranglar, голосga kirib turib, o'zbekskiy голосga kirdim, imonani bosdim ustiga. Imona, ya'ni o'zbekcha. Xohlasangiz tojikcha, turkcha, xohlasangiz ruscha, xohlasangiz o'zbekcha. Menga qulay shu imonani ovozi o'zbekcha gapirib beradi. Hamma radarlarni o'zbek tilida tushuntiradi. Xo'p, imonani загрузка qilishni boshladik. Hozir mana загрузка bo'ladi. Mana internet sekin ishlab qolyapti. Xo'p, ana bo'ldi. Ustiga shuni pitichka bosdim, pitichka chiqib qoldi. Shunaqa chiqish kerak. Xo'p, orqaga qaytdim. Bo'ldi. Boshqa hech nimasiga tegmaymiz. Golosda imonani qo'yib qo'ydik ana. Orqaga qaytdik. Bo'ldi. Boshqa hech nimaga tegmaymiz. Ana 3D ni agar 2D bo'lsa 3D qilib qo'yasiz. Shunaqa tekis ko'rsatadi. Mana men yakatibda turibman. Mana shunaqa. Bo'ldi, boshqa hech nimaga tegmaymiz. Agar siz ilovadan chiqmoqchi bo'lsangiz, mana 3 ta palasa turibdi chap qo'lda. 3 ta pala, o'shuni ustiga bosasiz va tepada настройкani oldida chap qo'lda, tepada chap qo'lda o'chirish tugmasasi. O'shuni bosasiz, ilovadan chiqib ketasiz. Bo'ldi. Undan keyin mana kontrakam kirmoqchi bo'lsangiz, shu kontrakamni ustiga bosasiz. Bo'ldi, boshqa hech narsa qilmaysiz. Shuni telefoningizni o'rnatasizda, mashinangizga bemalol qayerga borsangiz ketaverasiz va chiqmoqchi bo'lsangiz, yetib borib manzilga 3 ta palasani bosib, yana настройкаdan chiqib ketaverasiz. O'rganib oldingiz degan umiddaman. Hammaga omad, sog' bo'linglar.